Jubacının biz ögünüşük tegişlik tarafları var mı? Yani Garip Saat filmdeki Jubacının ortuqçılığı var mı? Hammamiz endi bu Jubacının kamchiligini bilamiz. Bu yap yetishdan boshqani bilmaydigan, chirayig'im so'nib ketgan bir cho'shqa deblar. Undaqda Jubacının ortuqchılığı biz ögünüşük tegishlik tarafları var mı? Birinchi tarafi qat'iy voz kechmaslik, bel qo'yib o'tmaslik. Jubacının eng yaxshi ko'radigan qiz bolasi kim o? Chango. Yer şarlıklarını hammamiz bilamiz buni. Qaranglar, bir nayt sat bir cho'shqa erishdiki oy parizda Changoni yaxshi ko'rmay deb qo'g'lishib yuribdi. Mushuni yaxshi ko'rishga, mushuni talab qo'yishga petin oldi. Aramızda nurg'un o'g'illar va 5 yil oliy maktabda o'qib bir qiz olib talabni qo'yolmay qo'rqib qo'ydim deb qala, onda olib qolam, manda olib qolam deb turdig'ini tatlab 5 yil to'shqizib yotgan. Qancha o'sma Jubajidan satamaslar o'g'am balla. Qaranglar, Jubaji Changoni yaxshi ko'rdigan sabab tufaylidan buni erishlik xizmatidan maydayotidu. Chiroyli jinjon qo'g'izib, cho'shqilatqib parish kuchiryotidu. Qarasanglar, Jubaji bu yerda Changoni yaxshi ko'rganligidan bir haqiqatan pushaymon qilib baqdimi. Hatto o'zgirib maqmida, tavirnib maqmidi. Nomakli sapir jarayonidami Chango bilan ko'rishni qilib fursat topib qolsa, qiyshig'i chiqib qo'y Changocha yaxshimi oqsham undidor xat yazsam qaytamiz, qo'ng'incham kirasimiz, 5 chiroyli tushibsiz deb bundaq fursatlarni qat'iy qo'ldan bermaydi. Qaranglar, bu Changodan nayt qattiq ko'ngli ozar yesmi, Chango shundaq silkivasmi, mush sababdan xizmatda aydilib nurg'un avorchiqlarga uchragan bo'lsa-mu, Changoga bo'lgan muhabbati shu peti o'zgarmadi. Bu hamma odamning qo'ldan kelmaydi. Bundaq voz kechmaslik, bundaq izchillik, mayli bir qiz bola emas, har qanday bir kasbga, ma'lum bir ishga nisbatan shundaq voz kechmaslik ro'yi intayin muhim. Bu muvaffaqiyatning eng muhim omilining birisi. Shuning uchun keyin Bowland'ni ko'rsanglar, Chango bilan Jubajining muhabbat hikoyasini bilalaysizlar. İkinciden hem de bunun hammamiz texim ve qoyil olmay amal yo'q. Nomakli sapir jarayonida 97981 mushkulot var. Yo'l nayt japaliq, yel qo'yanishanda pishg'irim issiq, yel nayt so'g'aq, qayig'is g'achildi deb dastlab, yomg'ir yog'sa chaloq deb dastlab, intayin mushkul safar. Yeli taqqa chiqdi, yeli baqqa tushdi, ham mushunga qetilib, egalli yerda olvosga uchrab turdi. Yeli olvosni tutib ektivatgan, yeli bularni bog'lab qo'yatgan, uning ustiga bir qiziqiri, hammasi shu tangsini yeymiz deb Jubajini bilib tutib oldi. Tangsini yegicha avval Jubajini yeb turdi deb tasqaldi Jubajini yeli qulug'ini keskili, yeli tuvaqti dumligli ishqib az qoldi Jubaji o'lgili. Biroq bu butkul safar jarayonida Jubajining tabiatga bo'lgan muhabbati o'zgarib boqmadi. Qo'sqi echib turdi, yeydigan yeydi, aramaldı, uxlaydigan vaqtda hammadan burun xo'rak tushib buldu. Qaranglar, bundaq o'z psixikasining kayfiyatini bundaq yaxshi tutish hamma odamning qo'ldan kelavermaydi. Nurg'unlarga bu hayot yo'lida azroq bir besim, azroq bir dishvorchilik gapli qolsa, voy geldan g'izami o'tmay, kech vaqti uyqusi kelmay, shunchalik bir bearam bo'lib turib, bugun suxulmagan atis kayfiyat texmin achar, hatto og'ir balniz tushib qolgan ishlarmi bor. Shunaq-ku. Uchinchidan, og'iz nayt yumshoq. Har qanday bir kasbda, mayli bir shirkatda, mayli to'nduyda ishlaylik, kasbiy bilimingiz yetarlik bo'lmagan ekan, cho'qim tilingiz tatlı bo'lishi kerak. Bo'yningiz yumshoq bo'lishi kerak. Tansing shu amroq bu bajiga yel tillab turdi, uni qilib turdi, lekin yenila bu bajiga amroq. Bu bajining muvaffaqiyat qozonishdagi muhim bir halqimi shu to'nduyin to'g'ri tanlab, mushuning ichida o'zining ortiqchiligini joriy qildirib qo'ygan. Hamda hammamiz amroq bo'lmoq shu bajiga butkul g'arib sayyohatni qiziqtirdig'ini dalmosh shu baji. Bundaqda sizlar Jubajining yana qanday ortiqchiligini bilsizlar, qaysi taraflarini yaxshi ko'rsizlar.